Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ala ihsanihi ve şükru lehu ala mannihi ve imtinanihi. Esselatu vesselamu ala Resulihi sallallahu aleyhi ve sellem ve alihi. Allah subhanahu ve ta'alaga beyadan maqtovlar, hamdu sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Rasuli Akram Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemga salovat salomlar bo'lsin. Hurmatli mana shu chaqiriqqa, to'yga, ehsonga labbayk deb kelgan butun imomlar, qora akalar, jamoatlar, oqsoqollarimiz, el yurt, mahalla, ko'y, qo'shni, jo'ra, qarindosh, urug' deganday har bir kelgan mehmonni qadamiga Alloh taolo savoblar, hasanat, ajr azimlar yozsin. Mana chiroyli dasturxon solib, ehsonni uyushtirib, hammamizga issiq choy, shirin taomlarni tayyorlab qo'yibdi. Alloh taolo ehsonlarni qabul qilsin. Ikkala yoshlarga shu xalqdan, jamoatdan duo olishlik maqsadida bizni jamlab turibdi. Duo qilamiz. Butun jamoatning nomidan muborakbod etamizki, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hadisda barakallohu lakuma va baraka alaykuma jama'a baynakuma fi xayr dedilar. Bu ikki yoshli kelajakda yaxshiliklar kutyapti, Xudo xolasa. Alloh ularga yaxshiliklar bersin dedilar. Alloh taolo barakatlarni bersin. Alloh taolo yaxshilik bilan jamlasin dedilar. Shuning uchun biz ham bu ukamizni, kuyov bolani tabriklaymiz. Otasini tabriklab aytamizki, tug'ilganda niyat qilgan ekan, bir aqiqa qilayin, kattaysa to'y qilayin, orzuyim, havasim mana shunday narsa deb qo'yadi. Bugun o'sha xursandchilikka biz sherik bo'lib turibmiz. Shuning uchun hammangiz nomingizdan bu ikkala yoshlarni tabriklab, muborakbod qilib, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam duosini aytamizki, Alloh ularga barakat berib, yaxshilik bilan jamlasin. Endi uyni egasi shu bizni bu yerga chaqirganining sababi, bu jamoatda ham shunday diniy to'y qilayotganining sababi, ertaga qiyomatga Xudoning yoniga borganimdan keyin ham yuzim yorug' bo'lib, qanaqa to'y qilgansan, qanday ehson qilgansan deganda, bu ehsonda javobgarchiliklar bor-da. Shu ehsonni bir diniy qilib, musulmonlarga qilib, erkaklar alohida, ayollar alohida bo'lsa, o'zi diniy to'y bo'lib qoladi. Shu har xil harom ichimlik boshqa qo'yilmasa-da, o'zi diniy to'y. Bu musulmonchilikning to'yi qiyin emas o'zi aslida. Bitta ikkita narsalarga rioya qilib qo'ysa, shu musulmonchilik to'yi bo'lib qoladi. Shu maqsadda bu yerda to'y qilinayotgan ekan. Men hozir jamoatga bir oyat va bir necha Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan ba'zi bir hadislarni eslatib o'tamiz. Ajabmaski, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ eslatma mo'min musulmonlarga foyda beradi dedi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda A'udhu billahi minash shaytonir rojim va man yu'azzim sha'airalloh dedi. Kim Allohning shiorlarini ulug' hisoblasa, Alloh taolaning bizni dinimizdagi shiorlarni, dinimizdagi ko'rsatilgan bu buyuk ishlar, bu ko'rsatmalar, bu yo'llanmalar, bu ibodatlar degan narsani inson ulug' hisoblaydigan bo'lsa, fa innaha min taqval qulub deyapti. Shu insonning qalbidagi taqvoning alomatidir deyapti Alloh taolo. Demak, qalbdagi taqvo, o'zi taqvo qalbda bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va yushiru ila sadrihi thalatha marratin at-taqwa ha huna. Taqvo shu joyda bo'ladi, taqvo shu joyda bo'ladi. Taqvo mana shu joyda bo'ladi deb 3 marta Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yushiru ila sadrihi deb mana ko'kraklariga ishora qildilar. Fa innaha min taqval qulub degani bu mana shu qalbning taqvosidan degani, hurmatli jamoat. Shior bizni masalan namoz yoki roza yoki haj yoki Ka'ba yoki azon shariat shiorlari deyiladi. Dinimizning shiorlari deyiladi. Shu shiorni hurmat qilishlik, shiorni ulug' hisoblashlik musulmonning taqvosidan ekan. Biroq biz odamlarimiz hozir qarasangiz, ba'zi bir bunday masalalarda hamma joyda bir xillik bo'lib qolyapti. Bir xillik bo'lmash kerak. Bu nima degani desa, inson ko'chada qanday yursa, masjid ichida shunday yurib qolyapti. Masjidga qanday borsa, telefon o'ynab hojatxonaga shunday borib qolyapti. Mashinada qanday ketayotgan bo'lsa, talada agar o'tda mana parning ichida ham shunday bo'lib qolyapti. Unday bo'lmaydi. Masjidga kirganda inson masjidligini his qilmayapti. Hojatxonaga kirganda hojatxonaligini his qilmayapti. Ota-onaning huzuriga kirganda ota-onasini his qilmayapti. Ustozning yoniga borganda shogirdligini his qilmay qolyapti. Ana bu inson har bir o'rinlarda o'zining holati bor, o'zining o'rni bor. Mana biz hozir to'yda o'tiribmiz, ehsonda o'tiribmiz. Bu yerda biz mehmonligimizni his qilishimiz kerak. Xohlaganimizga bormaymiz. Uyni egasi aytgan joyga o'tirsin mehmon dedi. Inson
bir joyga kelsa, shu yerga o'tiring desa, yo'q deb ba'zan nima qiladi? Yo'q. Sohibi xonadan biladi, mezbon, mehmonni qaysi joyga o'tirilishligini biladi. Ba'zan deydi, olimlarimiz aytadiki, mana insonlar, ba'zi bir insonlar azon aytsa, takbirgacha telefonda video rolik ko'rib o'tiribdi. Mayli, bu Qur'on o'qiyotgandir, boshqa qilayotgandir deb gumon qilib qarasang, bu bizdagi emas, hattoki Makka Mukarramaga borib qarasangiz, men o'zim Makkada 3-4 ta odamda, biz Makkadamiz, nima ko'ryapsiz telefonda, bu qanday bo'ladi desa, biz unga noto'g'ri ish qilyapsiz deb yo'l ko'rsatsak, u bizga nima ishingiz bor? Siz noto'g'ri qilyapsiz degan ma'noda qarayapti. Qancha pullarni sarflab insonlar umraga boradi. Qancha pullarni sarflab navbat kutib insonlar hajga boradi. O'zi o'sha sha'airalloh degani bu o'sha haram haqida. Haj haqidagi oyatlarda kelgan. Makka Mukarramani qancha Alloh taolo oyatda ko'p tushirdi. Inna awwala baytin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqomu Ibrohim. Hattoki Makkaning ulug'ligidan Alloh taolo maqomi Ibrohim alayhissalom bizni tilda aytganda uni lesa qilib ishlatgan haligi toshini oyoq tagiga qo'ygan narsasini oyatda tushirib, "Vattaxidu min maqomi Ibrohima musalla." Ibrohim alayhissalomni maqomida namozgoh tuting, imom shu yerda tursin deb keyin fatvo chiqarishgan ekan. Haligi umradan keyingi 2 rakat namoz ham maqom Ibrohim nari tarafda o'qilsin deyilgan. Qarangki, mana shu joyga pullarini, vaqtlarini, imkoniyatlarini sarflab borgan odamlar birinchi kuni yig'laydi. Birinchi kuni taqvo qiladi. Ey Xudo, o'zingga shukr, yetib keldik deydi. So'ngra o'sha joyga borsa ham yana surat qilayotgan, yana video qilayotgan, yana boshqa odamlarga jo'natayotgan Makka Mukarramaligini kundan kunga bu odamning qadri ketib qoladi. Keyin tashqariga chiqib, endi qayerga aylangan boramiz? Yana nimalarni ko'ramiz? Ka'bani ko'rdik. Nimani ko'ramiz? Eksponatni, suratni, tarixiy bir obida bir narsani ko'rganday qarab qo'yapti ba'zi bir insonlar. Har safar Ka'baga kirganda shu dunyoni ajrab turadigan joy shuki, boshqa masjidda deydi ulamolarimiz tahiyatul masjid o'qiladi. Ka'baga kirganda tavof qilishlik mana shu tahiyatul masjidga kiradi. Asli tavof qilishlik, uni atrofida aylanishlikka bitta Ka'baga ruxsat berilgan bo'lsa, mana shu Ka'baning ulug'ligiga dalolat qilsa-da, Ka'bani yanında gaplashib, suhbatlashib, surat, video qilib o'tiribdi odamlarimiz. Bitta odam menga, men nimasidan ko'ryapman, haligi telefondan ko'ryapman. Mana qomat bo'ldi, takbir aytyapti deb, hayya alas saloh, hayya alal falah deb takbirlarni aytsa videoga olyapti. Attang bu takbir aytyapti. Takbiratul uloda imom Allohu akbar deganda hech imomdan teng harakat qilmaydi namozda. Imomdan oldin umuman yurib bo'lmaydi. Faqat mana shu takbiratul ihromda ruxsat berilgan. Nimaga desa, fazilati ulug'ligidan. Namozni Allohu akbarni boshlayotganda teng kelib qolsa mayli deb shu yerda ruxsat berilsa, u qomatda aytib takbir tugagandan keyin haligi odam, mana Sudays imomga o'tdi desa, Sudays imomga o'tib Allohu akbar deb alhamdulillahi robbil alamin arrohmanir rohim maliki yawmiddin o'qsa, bu odamlar videoga olyapti. Nimaga boradi Makkaga? Bitta o'ylab ko'ring. Makkaga shu videoga olib boshqa payt olsamaydi. Namoz paytida videoga olyapti. Shu o'zi o'qish kerak bo'lgan namozining ichida videoga olyapti. Vala dollin deguncha videoga olib keyin o'chiryapti. Har bir joyda hurmatli jamoat o'zining hurmati bo'ladi. O'zining obro'si bo'ladi. Ana Zaynul Obidin Ibn Ali ibn Abi Talib aytadilarki, sizni dedi juda rangingiz qizarib, sarg'ayib ketyapti namozdan oldin. Nimaga bunday ahvolga tushasiz dedi. Aytdilarki, atadruna bayna yaday man aqif. Hozirgina men kim bilan turishligimni bilasizlarmi? Men hozir Alloh taoloning huzurida turaman dedi. Namozga kirayotganda qo'rqib ketishar ekan. Namozga kirayotganda qo'rqar ekan. Mana biz jamoatga so'rab berib, so'raylik jamoatdan. Biz hozir asr o'qidik. Nasib qilsa shom o'qiymiz. Ömrimiz oxirigacha namoz o'qish nasib qilsin. Bizga namoz o'qilguncha biz namoz o'qib turaylik. O'sha namozga kirganimizda bomdod, peshin, asr, shom, xutton, juma, hayit, janoza yoki boshqa namozga kirganimizda bizni qalbimizda bir o'zgarish bo'lyaptimi yo to'g'ri hozir bitta narsaga o'xshagan bir narsa ekan bu ham deb Allohu akbar deb qaytib ketyapmizmi? U namoz bo'lmaydi. Chunki Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytdilarki, bir odam dedilar, asr namozini o'qimaydi. Asr namozini o'qimaganki, mana hozir quyosh ko'ryapsizlar, sekin salqinlayapti.
Quyosh sekin, quyosh botishga qarab yuradi. Bu asr namozini o'qimaydi-da, asr chiqib ketay deganda qushni cho'qishiga o'xshab 4 marta borib kelib 4 ta namoz qo'yadi. Bu namoz emas dedilar. Nimaga desa, his qilmayapti bu namozni. Namoz oxirgi vaqtini kutyapti va oxirgi vaqtida tezda o'qib olyapti. Xudo senga namoz kerak bo'lsa shu deganga o'xshab. Inna awwalakum va akhirakum va insakum va jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum dedi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Hammanglar dedi. Erkak va ayol, biz jinlarni ko'rmaymiz, ular bizni ko'ryapti. Erkak va ayol, insu jinlarni hammasi dedi. Kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Sizlarni eng taqvodor bo'lib qolsanglar, hamma Muhammad alayhisalom bo'lib qolsa deydi ulamolarimiz. Eng taqvodor kim? Muhammad alayhisalom. Hammangiz Muhammad alayhisalom bo'lsangiz Allohga foydasi yo'q. Va sizlarni hammangiz fojir, buzuq, dindan chiqib yoki boshqa bo'lsa Alloh taologa zarar yo'q. Inma hiya a'malukum uhsiha lakum. Bu sizlarning amallaring. Men esa hisoblab beraman deyapti Alloh taolo. Shuning uchun hammamiz namozxon bo'lib, bu haligi bir farishta Xudo yaratganda ruku qilgan. Qiyomatgacha ruku qiladi deydi. Qiyomatda haligi farishta boshini ko'tarib, "Ma abadnaka haqqa ibadatiga, ey Robbimiz bir haqiqiy ibodat qilolmadik, to'liq ibodat qilolmadik" deydi ekan. Biz bo'lsa ba'zi bir chala namozlarimizni nima qilamiz? To'g'rilayolmaymiz-da, undan-da tez, undan-da chala, undan-da haligi shoshilib o'qishlikka harakat qilamiz. Shuning uchun biz jamoatga aytamizki, hurmatli jamoat, namozga kirayotganda his qilaylik. Nimaga kiryapmiz hozir biz? Hozir biz kimga namoz o'qiyapmiz? Qayerda namoz o'qiyapmiz? Innama ya'muru masajidallohi man amana billahi. Allohning uyini, Allohning masjidlarini Alloh taologa iymon keltirganlar obod qiladi dedi. Masjidga kirsang, o'ng oyoq bilan kir dedi. Masjidga kirsang, namoz vaqti bo'lmagan bo'lsa, qaytariq vaqti emas bo'lsa, fala tajlis hatta yusalli rak'atayn. 2 rakat namoz o'qimasdan turib sen o'tirma dedilar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Umar roziyallohu anhu mana Madinaga borsa ham insonlar Madinai Munavvara Hazrati Rasulullohning huzurlarida turganlari, Payg'ambarimiz muborak masjidlarni his qilmaydi ko'pchilik. Bir ikkitasi kelib Madinaning tashqariroqdan kelgan ekan, javur-juvur qilib gaplashib turdi. Umar roziyallohu anhu shu bodomman tengir bitta kichkina toshni olib haliginga otdi. "Nimani gaplashyapsizlar ikkovinglar?" dedi pastroq ovoz bilan. Dedi, "Biz bu yerlik emas edik, bitta gapni gaplashyaptik" dedi. "Agar shu yerlik bo'lganda tashqari gap chiqib, o'zim seni jazoga berib qo'yardim. Mayli, badaviy ekansan. Wala tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy." Payg'ambarning ovozidan ovozingiz ko'tarilmasin degan oyat bor. Sizlar payg'ambarning masjidida turibsizlar. Bu yerda payg'ambarning muborak jasadi turibdi. Sizlar bu yerda ovozinglarni ko'tarmanglar dedi. Masalan, Madinai Munavvaraga borganda haligi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qabrlarini ziyorat qilib bir salom berib va ikkala xulafoi roshidiylarga salom berib o'tish kerak bo'lsa, ovozlar ko'tarilgan, bir-birini tortgan, turtgan, surat, video, rasm holiga aylantirib oldi. İçidan birov shu yerda butun insoniyatning ummatning eng afzali, Allohning eng suyukli bandasi mana shu yerda turibdi. Shu kishiga biz ummatimiz, hozir shu kishiga bir salom beraman degan bir narsani his qilmaydi ko'pchilik. To'g'ri boshqa narsani ko'rganda yoki boshqalar uchun bir narsani ko'rsatadiganday suratga, videoga olib o'tib ketyapmiz. Biz o'zgara olmasak, hurmatli jamoat, holatlarga qarab biz o'zgara olmasak, bir xillik bo'lmay qoladi. Nima uchun biz dam olishga borganda to'liq o'zgaryapmiz? Nimaga biz samorga kirganda samorligini his qilamizda, o'tirib olib ha deb xohlagancha kulib, xohlagancha gapirib, ovqatlarni yeb, keyin bitta do'stimiz uyga ertaroq ketaman desa, qayoqqa shoshilasan? Xotiningdan qo'rqasanmi? 2,5 soat bo'ldi o'tirganimizga desa, endi kelding-ku. Nimaga ruxsat bermading deb sheriklarimiz ushab o'tiramizda, nima uchun masjidga 20 minut do'stimiz olib o'tira olmaymiz? Shu narsani his qildira olmaymiz. Falonchi masjidga u Toshkentga, u yoqqa Dushanbaga bir joylarga borib kelsa, shu bir narsani suratga, videoga, tasvirga olib keladi-da, Toshkentda Oq masjidga bordim, Bishkekda Saraqsiga bordim, shunday hadis aytdi, birorta odam jo'rozga aytib bermaydi ekan. Din narsani aytib bermaydi, u yerda hijolat bo'ladi. Ammo lekin Toshkentning Beshqozonni biladi, Bishkekning Fayzasini biladi, yoki yana boshqa joyda qayerda qanday ovqat qilishini biladi. Ovqatni bilamizmi? Shu tomondagi kichkina turbachadan o'tadi. Qanchadir muddat qoladi-da, u boradigan joyi hammamizga ma'lum. Shuning uchun biz jamoatga aytamiz, hurmatli jamoat, o'zini o'rnida o'zini ishini qilaylik. Masjiddami
masjidligini his qilaylik. Namozni ichidami biz namozda turganimizni his qilaylik. Haligi kishi 3 marta namoz o'qiganda 3 marta orqasiga qaytarib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sen qanday namoz o'qiyapsan? Bu o'qiganing namoz emas, rukularni xotirjam qil, sajdalarni xotirjam qil dedi. Roza tutdik, farz bo'lsin, nafil bo'lsin, ro'zaligini his qilmaydi ko'pchilik. Faqatgina o'ylaydi ba'zi bir odamlar, shu roza degan ovqat yemay tursanglar, bo'ldi, shuman nihoyasiga yetdi. Yo'q, Alloh taolo la'allakum tattaqun deyapti. Shoyatki shu ro'zalardan so'ng sizlarda taqvo boshlansa deyapti. Masjidga kelib dunyoga gaplashib yoki masjidga kelib har xil fitnalarni o'zi namoz o'qigani keladi. Ikkita odamdan surishib qolgan. Sherigini bu o'zi yaxshi emas. Bu o'zi unday. Bu o'zi bunday deb masjidning ichida yo masjid eshigidan chiqib yana bir-birimizni yomonlayotgan bo'lsak, musulmonlarga boshqa dushman keragi yo'q. Masjidda Allohning uyida bir-birimizni hurmat, ehtirom qilib kelisha olmasak, boshqa joyda nima keragi yo'q ekan. Biroq yo'lda kelayotsangiz gayi turibdi. Xohlaganday mashinani haydab kelib, gazini bosib, remenni taqmay bir narsalar qilib haydab kelasizda, uzoqdan bittasi bunday qilib mashinada mayada gayi bor ekan deb signal qilib qo'ydi, bitta svetini yoqib o'chirib qo'ydi. Darrov odobli bo'lib qolamiz. 110 da kelayotgan mashina 40 ga tushib qoladi. Remenlar taqilib qoladi, telefonlar qo'yilib qoladi. Ha desa, hozir shu yerda nima deydi, o'sha jinoyat, narushayni. O'shani qilsang, gayi to'sadi degan maqsadda dunyodagi eng odobli shofir bo'lib o'tib ketamiz endi. Ko'zi ilashmaganda yana bilganimiz qilib ketaveramiz. Rioya qilyapmiz. Shu ko'rgan joyda. Shuning uchun hamma joyda o'zining qonun qoidasi bor, hurmatli jamoat. Hamma joyda o'zining qonun qoidasi bor. O'sha qonun qoidasiga rioya qilishligimiz kerak bo'lar ekan. Jumada bir kishi aytadi, "Men bitta masjidni bilaman" deydi. "Mana shu masjidga borsang hamma gaplashib o'tiradi" deydi. Necha yillardan beri gaplashib o'tiradi deydi. Qarangki, juma bozor bilan juma masjidi farqi bo'lishi kerak. Ba'zi bir odamlar juma kuni imom xutba qilsa, gaplashib o'tiradi. Sababi nima desa, sababi emishki, imom masalan yaxshi qilmayapti. Imomning masalasidan imom mas'ul. Ammo juma xutbasida jim o'tirishdan siz mas'ulsiz. Allohning uyida o'tirganingizdan siz mas'ulsiz. Safo Marvada juma o'qiymiz deb o'tirsak, ikkita odam jumani boshidan oxirigacha mohir imom mohir xutba qildi. Boshidan oxirigacha bitta surat qilib, video qilib, bu yoqqa tortib, boshqa qilib, u 3 soat nariga o'tirib olgan. Eshitmaydi, boshqa qilmaydi. Juma tugab yugurib keldi. Adamlar bitta rasmga tushaylik dedi. Mayli, rasmga tushamiz dedi. Lekin hozir siz qayerdan keldingiz? Falonchi mamlakatdan. Necha pulga keldingiz? Shuncha sarflab keldim. Shuncha yurib keldim. 3-4 kun bo'ldi, qaytamiz deyapti. Bilmayapman, men uni nima deb savollarman olib ketayotganimni bilmayapti. Necha marta juma o'qidingiz desam, bir marta juma o'qibdi. Siz juma o'qimadingiz dedi. Mayli, peshin o'qimaysiz. Jumani qazo qilmaysiz. Ado bo'ldi. Lekin siz masalan eshitmadingiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda kim bir toshni joydan jildirib qo'ysa, juma xutbasini savob ketdi degan. Aman hasob faqat lag'o. Va man qala li akhihi, kim bir birodariga juma masala paytida teg o'tir deb qo'ysa, o'zini savob ketdi degan. Qarang, ikkitasi gaplashsa, jim o'tir deb bo'lmaydi. Nimaga desa, buni savob ketib qoladi. Shuning uchun xutbani oxirigacha indamay o'tirdim. Bunday qilib, hali ko'zni tashab, biz deydi, biz xutbani tushunmaymiz, u arabcha aytayapti-yu deydi. So'z xutbani tushunishida emas, juma vaqtini muhimligida. Masjidul Haromda shu ahvolda turibdi. Shu odam nima deb o'ylaysizlar? O'z yurtiga qaytgandan keyin o'zining masjidida qanday qilib o'tiradi? Makkada xutba eshitmagan odam qanday qilib o'tiradi? Shuning uchun biz jamoat qaytamiz, hurmatli jamoat, har bir joyda Alloh taolo insonni o'zgaruvchan qilgan. Biz o'zgarishimiz kerak. Hech qachon xato bo'lib turgan joyga kirib, kulib apanda aytmaydi odam. Bu yerda janoza bo'lyapti. Bu yerda ta'ziya bo'lyapti. To'g'ri kelasiz, Qur'on o'qiysiz, ta'ziya bildirasiz, sabr qiling deysiz. O'shani singari masjidga kirgan odam masjidda duo qiladi. Bir arobiy kelib masjidga bavul qiladi. Bavul qilgandan keyin Umar roziyallohu anhu doimgidek bilasizlar, darrov dinga shijoat boshqa. Ya Rasululloh dedi, buni bir ta'zirini berib qo'y dedi. Yo'q dedi. Fa ukhrihu alayhi min al-ma'i. Bitta paqirda suv olib kelib quyib yuboringlar. U kishini menga chaqirib qo'yinglar dedi. U badaviy ekan, masjidda tushunmar ekan. Haligi kishi kelgandan keyin nimaga masjidga bavul qilyapsan dedi. Bo'lmaydimi dedi. Inna hada masjid. Bu joy masjid dedi. Bu joyda duo qilinadi, ruku qilinadi, sajda qilinadi va
masjidda odoblarni aytib berdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Men sizni juda hurmat qilib yaxshi ko'rib qoldim dedi. Mana ularni yomon ko'rib qoldim, bir qo'pol ekan bular, qattiq ekan dedi. Nimaga dedi? Siz menga tushuntirib qo'ydingiz dedi. Mayli, birer safar shu odamlarga tushuntiraylik. Lekin hurmatli jamoat, Qur'on o'qiyotganda biz bilamizki, hozir telefonda o'tiramiz hammamiz. Telefonda nimalar bilan shug'ullanamiz, buni o'zimiz bilamiz. Telefonda o'tiramiz. Telefonda o'tirsak xushuv kelyapti. Telefonda o'tirsak boshqa narsalarni esdan chiqarib qo'yapmiz, shu nafas olishni ham esdan chiqarib qo'yapmiz ba'zi odamlar. Ayniqsa o'zimiz qolib ketgan paytimizda. Lekin Qur'on o'qigan paytimizda shunday hissiyot insonning qalbiga kelmayapti. Qiyomatga yaqin, ertaga qiyomat bo'ladigan bo'lsa, bu oxirgi zamonda chiqqan ummatlar edi. Yani bularga ruxsat, bularga falonchi harom narsalar bo'laveradi. Nimaga bular zamonda ko'p tarqab ketgani deyilmaydi. Ko'z dunyosi hozir ham o'sha hadis kuchida turibdi. Quloqdagi har xil harom narsalar eshitilayotgan bo'lsa, bu narsalar ham kuchida turibdi. Alan bir odamlarda eshitasiz, hojatxonaga chiqib, telefonda hojatxonada ancha ishlarni bitirib qo'yayotgan ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam chapoyaman kirasizlar, uzoq qolmanglar, o'ng oyoq bilan chiqinglar. U jinni uyi, shaytonning uyi. Allohumma inni a'udhu bika minal khubsi val khaba'is deb boringlar. Bir erkak, bir urg'ochi shayton turibdi ichida deb aytayaptilar. Masjid bu Alloh taoloning uyi. Inna khayra biladillahi ilayhil masajid. Allohga eng suyukli joylar masjidlardir. O'ng oyoq bilan kiringlar. Allohim menga rahmat eshigini och deb kiringlar deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam masjidda nima hurmat ehtiromini aytdi. Ammo biz hamma joyda bir xil bo'lib qolaversak, masjidda ham, hojatxonada ham, ko'chada ham, yo'lda ham, uyda ham, samovarda ham bir xil bo'ladigan bo'lsak, Allohning shiorlarini hurmat qilmagan bo'lamiz. Mana avval bizning oqsoqollarimiz azon aytsa, ketayotgan joyda to'xtab qolardi yoki o'tirardi. Hozir azon aytsa bemalol gaplashib o'tiribmiz. İnsanlarımız qabristonga borsa suhbatlashib o'tiribdi. Telefon kavlab o'tiribdi. Qabristonga kirayotganda dedilar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, duo qilinglar. Ahli qabrga duo qilinadi. Assalomu alaykum qavmi ahli diyar minal mu'minin val muslimin. Mo'min musulmonlardan shu diyorda bo'lgan odamlar, sizlar bizdan oldin ketib qoldinglar. Biz ham yaqinda inshaalloh sizlarga yetib olamiz degan duosi bor. Nasallallohu lana va lakumul afiya. O'zimizga va sizlarga ofiyat so'raymiz. Qabrlarning ustini tepalamanglar. Kim qabrni ustini tepalasa, o'likni ustini tepalab dedilar. Do'zaxni o'tini tepalabdi dedilar. Va qabristonda kulish mumkin emas. Masjidda qanday ahvolda bo'lsa, samorda qanday ahvolda bo'lsa, qabristonda ham shunday ahvolda bo'ladi. His qilmayapti. Qabristondaligini his qilmayapti odamlar. Alloh taolo dunyoni shunday yaratgan. Hamma joyda o'zining haq huquqi bor. Hamma ibodatda ham o'zining hurmatli jamoat haq huquqi bor ekan. Kim hurmat qiladi? So'zning nihoyasida aytamizki, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Kim Allohning shiorlarini, shariatimizda ko'rsatilgan ulug' narsalarni qalbidan buyuk deb, bu katta narsa bu. Bu juma ulug' narsa, bu roza buyuk narsa, namoz katta narsa, tahorat bu poklikni bildiradigan namozi farzi, namozi kaliti tahorat, jannat kaliti namoz deb his qiladigan bo'lsa, keyin taqvosi bo'ladi deyapti. Demak, his qilmayotgan odamlarning taqvosi yo'q. Shiorlarni his qilayotgan insonlarning taqvosi bor, hurmatli jamoat. Namozga kirayotganimizda bir seskanaylik, qayerga kirayotganimizni bilaylik. Masjidga kirayotganimizda qaysi joyga kirayotganimizni his qilaylik. Tahorat olayotganimizda nima qilayotganimizni his qilaylik. Ro'zador bo'lib turganimizda nima qilganimizni his qilib turaylik. Undan boshqa paytlarda oila, bola chaqa yoki bir o'tirish boshqa narsadan biz shariat qaytarmadi. Lekin hamma joyda bir xil bo'lishdan shariat qaytardi. Hamma joyda bir xil turishdan shariat qaytardi. Va aytdiki, Allohning shiorlarini ulug' deydi, taqvosi bor insonlar dedi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolodan bir duo qilamizki, so'raymizki, Alloh taolo bizga taqvo bersin. O'zi yaxshi ko'rgan bandasiga beradigan, hammaga ham bermaydi ekan. Biz ko'pchiligimiz ismimiz yoki ko'rinishimiz musulmon bo'lib yuribmiz, taqvoda hammamiz har xilmiz. Taqvoda bir xil bo'lmaydi. Olimlar aytadi, 30 ta odam namoz o'qisa, bitta imomning orqasidan 30 xil qabul bo'ladi deydi. Nimaga? Taqvosiga qarab, Allohga bo'lgan bog'liqligiga qarab, Alloh taologa bo'lgan ishonchiga qarab, xushu, huzuriga qarab namozlar qabul bo'lar ekan. Alloh subhanahu va taolo hammamizga tavfiq bersin, hidoyat bersin. Bu Burgandidamiz biz. Burgandi degan joylarga aka-ukalarimiz, ba'zan bu yerga yaqinlarimiz bor, domlalarimiz bor, kelib jamoatimiz ko'rsak xursand bo'lamiz. Taklif qilishsa yoki imkoniyatimiz bo'lib shu yerga keladigan bo'lsa, ko'rishsak xursand bo'lamiz.
Bir-birimizni tanimaymiz, ammo hammamiz mo'min musulmonmiz, aka-ukamiz. Bizni kattalarimiz, aka, kichiklarimiz uka bo'ladi. Bu hammalar nomilardan kelib bo'lgan tabriklaymiz, baxtli saodatli hayot tilaymiz. Alloh subhanahu va taolo ikkala yoshlarga ham o'zi baxtli saodatli hayot bersin. Hammamizga ham Alloh taolo o'zi suygan bandalar safidan qatoridan qilsin, gunohlarimizni o'zi kechirsin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين